Bu yil yuridik universiteti imtihonlarida tushadigan top 3 ta mavzu. Birinchisi, bu albatta Konstitutsiyada ELV diagrammasi, ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Senatini vakolatlaridan tushadi. Har yil tushib kelyapti. Bu yil ham tushish ehtimoli juda ham katta. Agarda bu yil imtihonga kiradigan bo'lsangiz, takrorlab olasiz. Ikkinchisi, bu eski 8, eski 9 va yangi 8, yangi 9-sinf huquq kitoblarining ichidagi aforizmlar va terminlar. Juda ham katta e'tibor berishingiz kerak yangi 10-sinf kitobiga. Ko'pincha undan tashlashadi, lekin boshqa 8, 9 va yangi 8, yangi 9 ga ham e'tibor berib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Tushish ehtimoli juda ham katta. Uchinchisi, bu oila kodeksi va oila huquqlari bilan bog'liq bo'lgan huquqlar. Chunki siz asosan voyaga yetmagan shaxs bo'lganliklaringiz uchun va oila kodeksida va oila kitobida, ya'ni 10-sinf oila mavzularida juda ham to'xtalib o'tilgan bu mavzularga, shuning uchun ham imtihonda aynan shu joylardan tushish ehtimoli katta bo'ladi. Ikkinchi qismini olishim uchun izohlarda Feruza opa zo'r deb yozib yuboringlar, ikkinchi qismini chiqaraman. Ikkinchi qismi profilda